Jim, Vortelmeister jamoasi sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun juda ham bir ommalashgan mavzuni ochamiz. Bo'lib ham D6 va D7 set haqida gaplashamiz. Xabaringlar bor, O'zbekistonda rodban apparatlari juda ham ommalashib ketyapti. Tabiiyki, ularga rasxodnik materiallarimiz ham juda ham talabgir. Bizni biladigan juda ham mashhur rasxodniklar shnek korpusi, shnek va mikser. Narxlari ham esinglarda, shnek korpusimiz $38, shnekimiz $42 va mikserimiz $80. Va esinglarda bor, ularning yig'indisi $160 bo'lib turgan bir paytda bizni mijozlarimizga qulay bo'lishligi uchun uni set ko'rinishda taqdim etdik. Ya'ni mana shu uchalovini set qilib olsang, $153 bo'ladi degandik. Endi men juda ham bir chuqur o'ylandim. Nima qilsak, yana ham shu rodbanchaklarimizni rozi qilar ekanmiz deb bir qaror qabul qildim. Bo'lib ham mana shu mikserimizning narxini yana ham tushiramiz. Bu degani $80 emas endi mikserimiz. $50 emas, $35 qilib berishni plan qildik. Rahmat. Bu degani endi setimiz narxi ham o'zgaradi. Setimiz $153 emas, balki $110 bo'ladi. Sensatsiya. Shu joyda savol bor. Ayting. Cashback-chi? Cashback bu aksiya ishlamaydimi? Albatta cashbackimiz ishlaydi. O'sha 1,5%gacha qoladi cashbackimiz. Yana savol bor. Ayting. Dastavkachi? Dastavka ham qilib beramiz. Bemalol. Ham dastavka, ham kelib olsin. Asosiysi mijozlar rozi bo'lsin. $110 qilib beramiz. Haytgancha eslanib qopti. 91 791 01 02 nomeriga telefon qilishadi mijozlar. Savdogarlar va SMMchilar sizlarga alohida. Mana shu nomerni tarqatasizlar butun internet olamiga va qaysi mijoz so'rasa, mana shu nomerni berasizlar. Va shu bilan majlisimiz tugadi. Hammaga rahmat.